Assalomualaykum. Farg'ona viloyat Rishton tumani Agrobank tomonidan yoshlarga yer berish bo'yicha 339 va 399-kontrlar bo'yicha bir kontr bir mahsulot bo'yicha yoshlarga har 20 nafar yoshlarga 50 so'mdan yer ajratib berganmiz. Bu yerga yoshlarimiz zamonaviy usullarda qalampir ekishgan. Bu qalampirni shu 15-mayda ekib yakunlaganmiz. Shu bilan mana 30-sentyabrga yaqin xudo xolasa uzib olinadi. Bunga mas'ul agregator Olmazor Fayzni biriktirib qo'yganmiz. Xudo xolasa hozir mana agrotexnik tadbirlari amalga oshirilyapti. Mineral o'g'it, ximikatlar bilan ishlov berilyapti. Xudo xolasa buni undirib olganimizdan keyin sentyabrdan keyin ikkinchi ekin turini ekiladi. Bu ikkinchi ekin turi zelin va zelin ekiladi. Har bitta yoshlarimizni mana qalampirdan olinayotgan daromadi o'rtacha hisobda biz 82 millionga hisob-kitob qildik. 82 milliondan bir 15-17 million xarajatiga chiqarib olsak, mana shunda bir 60-62 million daromad bilan chiqyapti har bitta yoshlarimiz.